Bu faaliyet, yani bu suikast, Xitay Komünistik Partiyasi Merkezi Komiteti'nin Xonamdaki en jiroq sarag'ıcı berib, bilikiga qizil chan taqab, 650 milyon Xitay xalqini harakatlantirib, dehqon, o'quvchi, bütün Xitay territoriyasida yashayotgan va mustamlikasi ostida yashayotgan bütün xalqni harakatlantirib, burjuaziyga qarshi turayli, kapitalizm yo'lga mangan huquqlarga qarshi turayli deb huquq tortib olish faoliyati suiqasd, ya'ni huquq tortib olish siyosiy suiqasd ijro qilgan Mao harakatining bir shakliga o'xshab ketadi, qarindoshlar. Nima uchun shunday bo'lishi kerak? Uyg'ur milliy harakati, ya'ni Uyg'uriston mustaqillik harakati odam talab qilmamdi. Bu harakatga odam kuchi lozim emasmi? Bu harakatga aql kuchi lozim emasmi? Bu harakat bir qancha odam bilan elib berilishi kerakmi? Nemishga to'xtamay bunday suiqasd yurgizilib turildi. Bundan burun suiqasdga uchraganlar ikki jihatda siyosiy suiqasdga uchrab, tapandiyat deganlarni bu yerda demay turayli. Mavjud vaziyatda yillab suiqasdga uchrayotgan, azoblanayotgan, haqoratlanayotganlarni demay turayli. Bundan keyin yana shunda davom etish kerakmi? Qachongacha davom etishdi? 1944 yil Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, ikkinchi qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilgan chaqda Kuomintang tarafida turib, ya'ni Xitoy mustamlikchisi tarafida turib, izchil suiqasd yurgizib, mustaqilchilarga qarshi izchil diniy tashviqot orqali, siyosiy tashviqot orqali, ommaviy faoliyat orqali izchil suiqasd yo'llab ijro qilgan ashularninki varianti, ya'ni bir qismi nima uchun kunimizga qadar davom etishi kerak, yana qachongacha davom etishi kerak? Bundaq ikki siyosiy suiqasdni to'xtat deydigan odam yo'qmi ishimizda? Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbariy qatlamidagi ikki odamni qo'g'lab chiqarib etish degan bu siyosiy suiqasd nima uchun Myunxendagi Uyg'urlarni ommaviy faoliyat uyushtirib, safarbarlik keltirilib, bu yerdagi gunohsiz, hech nimadan xabarsiz xalqning quli bilan ijro qilishga majbur bo'lib qoldi. Dunyo Uyg'ur qurultayi Myunxendagi Uyg'ur jamoatining qurultayimi yoki ismiga loyiq bütün dunyodagi Uyg'urlarning qurultayimi? Agar Myunxendagi Uyg'urlarning qurultayi bo'lsa, Myunxendagi Uyg'ur jamoatining qurultayi bo'lsa, buni ochiq aytsin. Agar ismiga loyiq bütün dunyodagi Uyg'urlarning qurultayi bo'lsa, undaq bo'lsa, bu qurultayning markaziy qatlamidagi masalani nima uchun Myunxendagi Uyg'urlarni, Myunxendagi Uyg'ur jamoatini safarbarlikka keltirib, faoliyat uyushtirib, hal qilishga majbur bo'lib qoldi? Bu faoliyatni uyushtirganlar, buni tashabbus qilganlar kalla bormi yo'qmi bularda? Bular siyosatni bilamdi. Bular o'z rahbarlik qilgan tashkilotni bilamdi. Tashkilotchilikning xabari bormi? Zodi bular qanday kishilar? Nemishki bundaq rezil vosita nemishki ijro qilinib turishi kerak? Nemishki tugamaslik lozim? Yillab, 10 yillab nemishki tugamaydi bu? Qachon oxirlashadi? O'lganda oxirlashamdi yoki vatan ozod bo'lgan chaqda o'zligidan tugab ketamdi? Biz mushundaq masalalarni hal qilaylik deb, fikr orqali hal qilaylik deb 10 necha yillab fikr yurgizdik. Bir qancha torbatli ochildi. Torbatlida turli fikrlar yozdik, tanqid yozdik. Ammo taklif yozilsa, uni taklif qabul qilmaydi. Tanqid yozilsa, buningga bo'lgan qarshiligi texnik kuchlandi. Tanqidda o'ttirib qo'yilgan kamchiliklarni texnik ziyodalashtirib, texnik asabiylashdi.
10 neçə yılın yağı internet səhifələrdə qancha 100 min parça, belki milyonlagan tənqid təkliflər yazılğandır. Ama özgürlük yok. Təklif bilen, fikir bilen, yaxşılıqni qabul qilib qolar. Özünü islah qilib, millatning rahbariyatiga loyiq, millatni yetaklashga loyiq bir salohiyat, ya'ni bir ong, bir siyosiy tushuncha, milliy axloq, uyg'urcha bir axloq yetildirib qolar deb uzun yillab qalam tavratdik. Mana bu yozgan fikirlerimizin tipik cevherleri. Mana bu kitap baktık. Mana bu biz yürüyüşken fikirlerinki cevherleri. Adam bu qala, oңuşlup qala, hoşnu milletinin, taqdirdaş milletlerinin tarihinden ibret edip, adam bu qala deb emgek sındırdık. Mana bu ochiq oshkora tanqid to'plami. Buningda kitoblar qancha 10 parcha nashr qilindi. Nemishki bular o'ng'isholmaydi? Nemishki bular odam bo'lmaydi? Qarindoshlar, biz bekor qaynayotmaymiz. Ya o'zini isloh qilib, millatimizning taqdiriga, millatimizning mustaqillik harakatiga uyg'un salohiyat, ya'ni layoqat tikilmaydi. Yoki samimiy sadoqat bilan ish qiladiganlarni oromida qo'ymaydi. To'xtamay bu da'voning beshida mis qozonda o't qilib turdi bular. Bularning salohiyati qanday kishilar? Demak, da'vorimizning ichki qatlamini davolash kerak. Tashkilotlarimizning, markazlarimizning yuqori qatlamini isloh qilish kerak. Bo'lmasa, doim bir qadam oldiga, 5 qadam orqaga. Bu ish olg'a bosmaydi, qarindoshlar. Mustaqillik da'vorimiz, mustaqillik harakatimiz albatta ommani kuchning boricha safarbarlik keltirish harakati. Lekin ommani safarbarlik keltirishda hargizmi suiiste'mol qilmaslik, ommaning haqqiga xiyonat qilmaslik lozim. O'ylab boqaylik. Oq qog'ozga imzo qo'yib, balki boshqa bir mazmunni o'tirib qo'yib, ko'pchilikdan imzo olib, uni boshqa bir mazmunda, boshqa bir muddaoda ishlatishning o'zi dal bir xiyonatdir. Qarindoshlar, xiyonat. Ommaning haqqiga, o'z millatining, o'z xalqining, o'z tashkilotining a'zolarining haqqiga qilingan bir xiyonatdir. Bunda xiyonatkor, samimiyatsiz, sadoqatsiz bundaq kishilarning yetaklayotgan harakati qanday natija bermoqchi? Hurmatli qarindoshlar, to'g'ri ishga safarbarlik tilaylik. Haqqoniyat uchun safarbarlik tilaylik. Xiyonat uchun, soxtapazlik uchun ko'p qo'shmaylik. Hurmatli qarindoshlar, dardimiz ig'ir. Da'vorimizning ichki qatlamini, yuqori qatlamini, tashkilotlarimizning ichki qatlamini, yuqori qatlamini isloh qilmay turib, ishimiz olg'a bosmaydi. Oldi bilan o'zimizni isloh qilib, ondan keyin xalqni yetakligidek, millatni yetakligidek salohiyat barpo qilib, ondan keyin elib borgan harakat ijobiy natija beradi. Aksi bo'lganda kunimiz bundan battar bo'ladi. Hurmatli qarindoshlar, bu to'g'riliq keyingi suhbatlarimizda yana tafsili fikrlashimiz. Allohga omonat.